Assalomu alaykum Muzaffar o'z kanalining obunachilari, chorvasevar aka-ukalarimiz, mana xonajinlarimiz, bo'g'ozlar bular. Baraka bo'ldi. Ko'rib olishlaring mumkin. 33 milliondan baraka bo'ldi. O'ta toza. 3-4 oylik bo'g'oz. Tek. Simental. Yana kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldirib ketamiz inshaalloh. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Hozir yana qolganlarini ko'rsatib o'taman. Lekin aziz obunachilar, mana qolgan xonajinlarimiz hammasi bo'g'oz. Xonajin emas, bo'g'oz. O'zir yangi boshlaganmiz bu ishni. Sizlarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Mana bu yerda ko'p bo'g'ozlarimiz. Mana har bittasini aytsanglar, ko'rsatib berib, tashlab berishim mumkin. Aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa, narxlari 29 milliondan bitta. 29 milliondan 38 milliongacha xunaji bo'g'ozlar bor. O orqa tomonda ham mana hozir bir boshdan ko'rsataman, xudo xohlasa. Ketdik. Bu o'zimizning firmamiz. Bitta 42 millionlikimiz bor, u o'ta katta. Simental rossiyskiy poroda. Ishlari o'ta yaxshi. Dam olishyapti, yeb. Mollar dam olyapti, bo'g'ozlar. Bular kelganiga mana bugun 3-kun, 2,5 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Avval kuni, undan oldingi kuni, 2 kun oldin kechqurun tushirilgan. Charchoqlari hali chiqqan yo'q. Bularni o'zimiz tanlab olganmiz. Dastavkalarimiz ham bor, aziz obunachilar, chorvasevarlar. Bu dastavkamiz vodiy bo'ylab dastavkamiz. Dastavkani o'zimiz qilib beramiz. Voha, Toshkent viloyatlari ikki tomonlama kelishilgan holda dastavkasini qilib beramiz. Narxlar o'ta yaxshi. Bular bo'g'ozlar. Endi aziz obunachilar, mana bu yerda savdo bo'lyapti. Bular xonajinlar, kichkina xonajinlar. Bularni kelganiga bir haftadan oshib qoldi, lekin o'zgarish o'ta yaxshi bo'lib qoldi bularda. Hozir mana shularni savdolari bo'lyapti inshaalloh. Bu qo'ramizda
Nech boshligini bilmayman-u, lekin bitta 18 dan 22 milliongacha xonajillarimiz bor. Hammasi semental, zotdor mollar, aziz obunachilar. Sizlardan bitta like, bitta kommentariya, o'zlaringning fikrlaringni aytib qoldirishlaringni xohlayman. Qimmatmi, arzonmi, o'shanga qarab ish qilamiz. Lekin xaridorlar narxga o'ta yaxshi deyishyapti, olib ketishyapti. Novoslarimiz ham bor aziz obunachilar. Novoslarni xudo xohlasa keyingi videolarda obzor qilib beraman. Novoslarimiz o'ta charchagan, o'shaning uchun dam olishsa, men sizlarga obzorini qilib beraman. Hammalaringga rahmat. Muzaffar Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rab qolaman. Xudo xohlasa sog' bo'lasizlar.